Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Xudo xolisa navbatdagi ishlarimizni ham tugatib oldik. Andijon viloyati Shahrixon tumaniga olib kelib qo'yib berganmiz. Xo'p, bu yerimizni общий uzunligi eshik bilan birgalikda 14,5 metr bo'lgan. Xo'p, eshigimiz bo'ylari 330 bo'lgan. Eni 204 bo'lgan. Bu yerga ikki qanotli eshik qilib tashqariga ochib berganmiz. Eshigimizni ustunlarni ham balkon profildan qilib berganmiz. Bir qavat oyna qilib berganmiz, seriya oyna. Ruchkalarni yaxshisidan qo'yib berganmiz. Open Doors firmasiga tegishli ruchka zamonlardan qo'yib berganmiz. Tagilariga yalka fon qo'yib berganmiz. Xo'p, bu chekamizni 45 gradusda halka fon bilan bukib berganmiz. Xo'p, romlarimizni bo'ylari 210 bo'lgan. Ularimizni 3 ko'zdan qilib splashni qilganmiz tepaga doğru. Xo'p, bu yerimizda 6 ta oraliq yo'paradan qaraganda. Bu yerimizdan 4 ta ochilish qilib berganmiz romlarimizdan. O'rtadan bittadan. Ko'rishingiz mumkin. Har bir ustunni halka fon bilan o'rab berganmiz. Bu chekada ham ustunimiz bor. Uni ham o'rab berganmiz. Bu chekada ham romimiz bor. Bu chekamizni ham 3 ko'z qilib tepadan port chekib berganmiz. Xo'p, endi ichkaridan bo'lgan ishlarni ko'rsataman. Xo'p, ichkarilarni ham halka fon bilan o'rab berganmiz. Xo'p, ichkaridan tashqarilari ko'rinishi. Bu yerimizga 20 lik podagonni qo'yib berganmiz. Keyin har bitta ustunning orqasini ham halka fon bilan o'rab berganmiz. 5 choy qilib, ko'p chiroyli qilib. Ko'rishingiz mumkin. Har bir ustunning orqasidan o'rab chiqdik halka fon bilan. Mana burchakli ustunlarimizni halka fon bilan o'rab berganmiz. Bu yerda ustunlarimiz qiyshiq ekan, biz o'rnatgandan keyin egasiga ustunlarning orqasi yaxmay qoldi, ochilib qoldi tepalari. Shundan keyin egasi halka fon bilan o'rab berasiz dedim. 1,700,000 so'mga o'rab berdik. 6 ta ustunni. Xo'p, podagonnilari. Xo'p, rom ruchkalarni ham yaxshisidan qo'yib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Spanetlarni ham 80ligidan qo'yib berganmiz. Ochilganda ham tepaga doğru dakansi ochiladi, bemalol havo ham zo'r kiradi. Shamol. Bemalol xonani shamollasa bo'laveradi hayvonni. Xo'p, endi bu yerimizni narxi keladigan bo'lsak, общий kvadrati 33 kvadrat chiqqan. 620,000 so'mdan 20,200,000 so'mga olib kelib qo'yib berganmiz. Aytganimda aynaklari bir qavat bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolisa sizlarning ishlarni ham chiroyli qilib olib borib yetkazib o'rnatib beraman. Xo'p, tashqaridan bitta liniyasini ham ko'rsatib beraman. Ishimizni qanaqa sifatli chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa hamma joyini o'ringa qo'yib o'rnatganmiz. O'ringa qo'yganimiz sababi, misol eshikni ham ochganingizda yopilmaydi, yo ochilib ketib qolmaydi. Aytgan yeringizga to'xtab beradi. Xo'p, akalar, shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolisa sizlarning ishlarni ham chiroyli qilib yetkazib borib o'rnatib beramiz.